Turkiylar qanday qilib musulmon bo'lishgan? Obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Turkiylar islomdan avval tangrichilikka e'tiqod qilgan. Ba'zi qabilalar orasida buddizm, maxiniylik va nasroniylik ham tarqalgan edi. Islom bilan tanishish jarayoni esa 8-asrda arablar Movarounnahr va Turkiston hududiga kirib kelgan davrda boshlanadi. Dastlab turkiy qabilalar arablar bilan ko'p urushgan, ammo vaqt o'tib savdo, ilm va ulamolar orqali islom asta-sekin kirib kela boshladi. Eng katta burilish esa 10-asrda yuz beradi. Qoraxoniylar sulolasi vakili Abdulkarim So'tuq Bug'roxon dastlab yashirincha musulmon bo'ladi. Chunki uning otasi tangrichilikka sodiq bo'lgan va islomni dushman deb bilgan. Otasi vafotidan keyin So'tuq Bug'roxon taxtga chiqadi va islomni ochiqcha qabul qilib, butun davlat bo'ylab yoyishni boshlaydi. Shu vaqtdan boshlab Qoraxoniylar davlati tarixda birinchi musulmon turkiy davlat sifatida tanildi. Keyinchalik Saljuqiylar, G'aznaviylar va Usmoniylar kabi yirik sulonalar